Hozir sizlar bilan yosh yillarga qaytamiz. Onalarimiz qaymoq chiqarib, separatorda ishlatib bo'lgandan keyin lappagini hamma kutib turardi-yu, mana qaymoqlarni olib. Chista qaymoq mana. Eslaringga tushdimi? Bu separator bo'ladi, sutdan qaymoq ajratgich. Xo'sh azizlar, milk separatorni hozir obzor qilib, ko'rsatib, sut bilan tekshirib, ishlatib beramiz. Hop, posudalari plastmassa bo'ladi. Hop, motor sichni motoridan bo'ladi. Buni nimasi? Motori qozoni 7 litrli bo'ladi. Barabani sichkidan alyuminiy bo'ladi. Buning uchun ham qo'shimcha rezinkasi, kulushi, hamma narsasi chiqadi. Barabani qanday ishlatiladiganlar uchun buni ochiladi har safar ishlatishdan oldin. Buni yangi olganingizda ham qo'l bilan bosib, plastmassadan chiqarib, gelli suv bilan yuvib yuboriladi. Lappelar chiqadi, rezinkani har doim olib yuvish shart. Yuvyapsiz, tozalayapsiz, rezinkani sal-sal cho'zib, o'rniga qo'yasiz. Yaxshilab tushgandan keyin lappelari 2 xil toifaga bo'linadi. Ya'ni ikkita teshikni o'rtasida birinchi qo'yiladi, ikkinchi qo'yilgani ikkita teshikka yaqin. 11 ta bo'ladi hamma lappega. Buni qo'yiladi, buni qo'yilgan, buni qo'yiladi. Metkasi bor. Shunga to'g'rilab qo'yiladi. Ayol kishi kuchaytgungacha mahkam qotiradi. Bularga plastmassa chiqmagan. O'sha o'zimiz ruchnoy separatorlarga o'xshab, migroshning o'sha miqli qilib chiqqan. Shu holatda tushadi. Birinchi sut tushadi mana. Keyin qaymoqdagi tushadi mana. Keyin bu tushadi. Keyin qozon tushadi. Qozoni, krani yopiq holatda qo'yiladi. Soat strelkasi bo'ylab ochiladi. Xo'p, o'rnatib oldik. 224 ga ishlaydi. Yoqamiz. Yoqqandan keyin 1 minut, 2 minut оборотga chiqqungacha ishlab olish kerak. Xo'p, sutimizni 70 gradusga yaqin qilib quyib oldik. Sekindan ochamiz. Birinchi yarim оборот ochiladi, keyin yana pol оборот ochamiz. Bu ham kunlik bo'lib ajratyapti mana. Ishlashlariga gap yo'q. Hop. Mana qaymoq ajrashlari, qaymoqlar cho'qqa ajratyapti mana. Sutlar ko'paylayapti. Mana bir xilda qaymoqlar chiqarishyapti mana zakonni. Hamma yo'q joy-joyida qaymoqlar zo'r oqyapti. Sizlarga gap bo'lishi mumkin emas, motor qizigani yo'q, hamma yo'q shotki, hamma yo'q yaxshi. Xudo xolasa O'zbekistonda yangilik milk separator. Mana bir kosa qaymoq chiqdi. Behudalar. Qaymoqlar yana bu yerda turibdi.